Okey, bolalar bilan yig'ilib kelishga bir tuzukroq setingiz bormi? Okey, yengiliğini dudasini qilganmiz. 75 ming so'mdan zo'r setlar bor. Salixov gurman yengil yig'ilib har xil setlarni yo'lga qo'yibdilar. Buning ichiga bitta karomli salat, sho'r bodring bilan garimdori, bitta sous, bitta mercimek sup bilan limonad yoki ayron olsanglar bo'ladi. Ovqatingizga kofta, tovuq qanot yoki danar tanlab olasizlar. Choyni bo'lsa tekinga berishadi. Shuncha narsa kishi boshiga atigi 75 ming so'mdan tushadi. Bu ovqatlarning sifatini ortiqcha maqtab o'tirmayman. Shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Okey, bizadachi setdan tashqari yana mana shunaqa eksklyuzivniy taomlarimiz bor. Betga o'zi ko'pchilik mana shu keramik kofta uchun kelishadi. Chunki buni yegan odam mazasi og'zida qolib ketishi aniq. Okey, bunaqa Iskandarni shaharda uncha-buncha joyda yemagansiz. Haqiqatan ham keramik kofta alohida tema bo'lsa, mana bu ko'rib turgan Iskandariylar alohida tema ekan. Okey, bo'kib qolibsiz-ku. Shu yeganingiz. Okey, buni ichasiz. Hazm bo'lib ketadi yegan ichganlaringiz. Oilaviy yoki og'aynilar bilan kelishga juda ham zo'r joy ekan. Video yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlarga yuborib qo'ying. Xohlaganlar uchun bularni Chilonzorda ham filialligisi bor.